Assalomu alaykum. Hozirgi kunda dunyoda muskat ta'mli, urug'siz bo'lgan, o'ta yirik bo'ladigan uzumlarga talab kundan kunga oshib boryapti. Bu hammamizga ma'lum. Hozir biz Norchonto'l ko'chatchilik xo'jaligini 4 gektarli yangi eksportga zo'r ketadigan uzumlari ko'paytirilgan matchligidamiz. Bugun sizlarga hammasini obzor qilib ko'rsatamiz. Ayniqsa hozir pishganlari bor. O'shalarni yeb, kalibrlari, ta'mlariga birgalikda baho beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Hozirgi kunda eksport bozorlarini zabt etayotgan navi qaysi ekanini o'ylayapsizmi? Bular albatta biz ko'paytirayotgan Autumn Royal, Crimson, Princessa, Summer Royal, Red Globe, Scarlet, Flames va O'zbekiston bozorida o'z o'rnini topishga ulgurgan avatar navlarimiz. Ushbu uzumimiz iyun oyi oxirida, iyul oyi boshlarida pishadigan Summer Royal navi bo'lib, Brixi 18-20, ya'ni shakar miqdori juda shirin, ichki bozorga va eksportga zo'r ketadigan urug'siz navlarimizdan hisoblanadi. Ta'mi zo'r. Summer Royal navi 1995-yilda Kaliforniyaning mashhur universiteti UC Davis tomonidan ishlab chiqilgan, qattiqligi zo'r, transportirovkasiga juda zo'r uzumlardan hisoblanadi. Rossiyaga yoki boshqa Yevropa bozorlariga eksport qilaman deb kelajakda uzumlar katta plantatsiyalar qilaman degan akalarimizga yoki kichikroq bo'lsa ham 1 gektar bog' qilaman degan akalarimizga Summer Royal zo'r tanlov bo'lishi mumkin. Albatta Norchonto'l ko'chatchilik xo'jaligida Summer Royal ko'chatlardan ko'paytiryapmiz. To'yda murojaat qilinglar. Zo'r, hamyonbop narxlarda qilib beramiz. Xudo xolisa, urug'larni ko'ryapsizlar, juda yirik, qattiqligi ham zo'r. Qattiqligi zo'r. Mana, bosganda. Juda suvli. Ko'ryapsizlar. Murojaat qilinglar, ko'chatlari bor xudo xolisa. Yaratilganligiga 50 yildan ortiq vaqt bo'lsa-da, haligacha bozorda o'z o'rnini yo'qotmagan Flames Seedless, ya'ni Flames urug'siz uzumi, qattiqligi zo'r. Brixi 16-18 atrofida, qattiqligi zo'r. Transportirovkaga, chet ellarga bemalol eksportga sotaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz shu uzumdan. Xudo xolisa Norchonto'l ko'chatchilik xo'jaligida ushbu uzumlarni to'yda ko'paytiryapmiz. Albatta ko'chatlar uchun murojaat qilinglar. Hamyonbop narxlarda qilib beramiz. Rahmat. Albatta avatarni bilmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Hozirgi kunda bilasizlar, avatar uzumi 50 ming, 100 ming so'mdan ko'chatlari sotilgan. Biza chegirma katta aksiya qildik. Avatar uzumlarini 25 ming so'mdan Norchonto'l ko'chatchilik xo'jaligiga buyurtma berib, aprel oyida to'yda xarid qilishingiz mumkin. Katta massiviy ob'yomda qiladigan akalarimiz uchun ham xudo xolisa yanada chegirma qilib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Albatta Norchonto'lga murojaat qilinglar. Qolgan urug'siz uzumlarimizni bo'lsa, hali pishmaganligi uchun ularni pishgan paytida kelib, yana obzor qilib, yeb ko'rib, ta'mlari hammasini o'lchab ko'ramiz, brixlarni ham ko'ramiz. Xudo xohlasa, Norchonto'l ko'chatchilik xo'jaligini kuzatishda, Shuhrat Abrorov YouTube kanalini kuzatishda davom etinglar. Like, podpisatsiyalarni bosib qo'yinglar. Savollaringizni kommentariyada qoldiringlar. Yana qanaqa yangiliklar, qanaqa videolar qilsak, sizlarga ma'qul bo'ladi. Hammaga katta rahmat.